O'taymi? Dadil bo'l. Uddaladim. Uddaladim. U yashil bo'lmadi. Jak, u yashil bo'lmadi. Bu yomonmi? Qoch! Yordam beringlar! Qoch! U meni quvyapti. Ha, buni tushundim. Unga to'g'ri kelmadim. Voy! Namuncha jahldor bo'lmasa, qattiq qo'rqib ketdim. Menga qara, balki bu g'alati eshitilar, ammo Gapiraver, baribir bu galam o'xshamadi-ku. sendan xavotirdaman. Boshlandi. Hamma tanishlarimiz bu shahardan ketishdi. Men ham ketyapman. Ha, lekin bu tabiiy. O'zing istagandek yashashing kerak, chunki hayot qisqa. Men Ketishdi. Men ham ketyapman. Ha, lekin bu tabiiy. O'zing istagandek yashashing kerak, chunki hayot qisqa. Men shunday yashayapman. Ishda muvaffaqiyatga erishdim. Tez orada meni ko'tarishadi. Sug'urta baholovchisining yuqori lavozimi qanaqa bo'ladi? Katta sug'urta baholovchisimi? Yo'q, bu hozirgi lavozimimdan 2 daraja yuqori. Shuning uchun Qayoqdagi gaplarni gapirma. Jiddiyroq bo'l. o telefon ishladi. Nima? 5 ta ovozli xabar kimdan keldi ekan? Balki tezkor sug'urta kerak bo'lib qolgandir. Kim ekan? Raim City politsiyasidan ekan. Avtohalokat. Isquvar avtohalokatda vafot etdi. Iltimos, keragi yo'q. Keragi yo'q. Yo'q, keragi yo'q. Keragi yo'q. Rahmat. Tiling juda uzun ekan. Bu kimning maxluqi? U kimniki? Egasi yo'qmi? Biz bilan sayohat qilayotganingiz uchun rahmat. Qulayroq joylashib o'tiring va Rime City'dan tayyorlangan salomli videoni tomosha qiling. Pokemonlar bir necha yil davomida bizning olamning bir qismi bo'lib keldi. Qadimda odamlar ularni tutib mashq qildirishdi. Ularning qobiliyatlarini ezgulik yo'lida ishlatish uchun. Bu munosabatlar bugungi kunga kelib Pokemonlar jangiga aylandi. Ammo bir odam bularning barini o'zgartirdi. Говард Clifford. U Clifford Industries'ning asoschisi va rahbaridir. U og'ir xastalikka chalinganida o'z korporatsiyasidan ishdan ketdi va dunyo bo'ylab dardiga malham izlay boshladi. Dardimga shifo borligini aniqladim. Agar o'zimni eng yaxshi nusxamni yanada takomillashtira olsam, bu ishda esa menga Pokemonlar bilan hamkorlik qilish yordam beradi. U o'z kashfiyotini dunyo bilan bo'lishmoqchi bo'ldi. Bu Говард Cliffordni Rime City'ni bunyod etishga ilhomlantirdi. U yerda odamlar va Pokemonlar yonma-yon yashashlari mumkin. Pokemonlar yovvoyi tabiatda yashaydigan boshqa hududlardan farqli o'laroq, biz bu yerda birgalikda yashab ishlaymiz. Janglarsiz, murabbiylarsiz va Pokemonlarsiz. Bu tobora ravnaq topib borayotgan eng rivojlangan shaharlardan biri. Shahrimiz aholisi nomidan Rime City'ga xush kelibsiz deymiz.